4 hafta 2 test tahlilini boshlaymiz. Bu hafta deyarli vaqtim bo'lmay qoldi test tahlil qilishga, lekin hafta oxiri yakshanba hammasini yakuniga yetkazamiz nasib. Xo'p, birinchi testni ochib olsak, ekranni kattalashtiramiz. Demakki, birinchi savoldan boshladik. Savollarda mana bu kalit so'z bor, SMS degan narsa bor, shunga e'tibor qaratsak bo'lgani. Xo'p, Word ekran ochamiz. Ingliz tilida bitta qoida borda hozir. Shriftlar to'g'ri bo'lsak, Times New Roman 25 ga qo'ysak. Demak, when, while, yana qaysilar borda? As soon as, if, unless, when, while, as soon as, if, unless. 1, 2, 3, 4, 5 da yana 3 ta borda. Xo'p, until, keyin till va after degan so'z bor. After, before, keyin by the time bor. By the time. Mana shu vaqt iboralaridan keyin har doim yodda tursin plus present simple shakli keladi. Ya'ni present simple qanaqa shakl? Fe'lning asl, hech bir qo'shimcha olmagan shakli yoki da s qo'shilgan shakl bo'ladi. Mana shu write yoki writes ni tanlashim kerak degani. Agar inkorga bo'lsa do not yoki does not ni tanlashim kerak deganini bildiradi. So'roqga bo'lsa do bilan does ishlatiladigan, so'roqga bu yerda ishlatilmaydi to'g'rirog'i. Va bundan oldingi qismda esa plus yodda tursin will yoki shall keladi har doim. Will, shall bilan kelgan fe'lda fe'l va when, while, as soon as kabi payt so'zlari, ya'ni payt hollaridan keyin har doim present simple kelishi shart. Variantga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda as soon as degan javob yordamchi so'z bor. Biz mana shunga qarab belgilaymiz. Demak, bulardan keyin will ni kelishi xato. Bulardan keyin edini kelishi xato. Bulardan keyin yana will have xato kelishi. To'g'ri javob bu yerda D variant bo'ladi. Would you let me deganda mana bu would o'tgan zamonga degan xayolga bormang. Would hozirgi zamon, ya'ni would you let me deganda bu yerda menga ruxsat berasizmi bo'lyapti. Ikkinchi savolga qaraymiz. Ikkinchi savolga qaraydigan bo'lsak, savolni o'qiymiz birinchi navbatda. Xo'p, grammatik tomonni aniqlab ko'ramiz. Dastavval don't kelgan, don't inkor gapni yasaydi. O'zi shundan chiqar ekanki, xo'p, qaraylik. To har doim darak gapda kelishi shart. Don't da not borligini hisobiga xato. Neither har doim darak gapda kelib inkor gap yasaydi. Not borligi uchun xato. Also ning gapdagi o'rni gapda oxirida bo'lmaydi. Asosan asosiy fe'ldan oldin kelishi kerak. Bu yerda asosiy fe'l see. Either inkor gapda ishlatiladi, gapni oxirida kelishi ham mumkin. To'g'ri javob bu yerda B variant. Uchinchi savol. Bet bu yerda so'z nima derdi? Phrasal word bo'lib kelyapti. Buni predlogi on, bet on. Ga tikmoq degani. Put tikmoq degan ma'noda keladi. Keyingisi put up with ni ma'nosini toping debdi ekan. Put up with chidamoq, sabr qilmoq degan ma'noni bildiradi. O'zbek tiliga tarjima qilinganda, bunda A variantda to tolerate or endure degani bu yerda qiyinchiliklarga bardosh bermoq, sabr qilmoq, chidamoq degan ma'noni keltirib chiqaryapti. B variantda nimanidir bajarishni to'xtatish, C variantda tozalash, tashkillashtirish, D variantda esa biron narsani narxini oshirish. Put up with degani qiyinchiliklarga sabr qilmoq, chidamoq, bardosh bermoq degan ma'noni bildiradi. To'g'ri javob A varianti. 5-savolga qaraymiz. 5-savolda e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p. Modallarga doir savol kelibdi. Birinchi modallarni savollashish uchun tarjima qilishimiz kerak. Tarjima muhim o'rin tutadi. Bu o'rinda men tushundimki sen unga xabar yuborgansan. O'ylaymanki uning o'rniga unga ... tarjimani moslashtiramiz. Telefon qilishing kerak edi, lekin telefon qilmagansan degan ma'noni beradi agar ana qo'ysak. Telefon qilmagan, xat jo'natgan. Demak, mazmun to'g'ri.
B variantda telefon qilishing kerak. Ish harakati bo'lgan, ya'ni amalda bajarib bo'lingan. U should phone esa kelasi zamonda qilinishi kerak bo'lgan ishni ifodalaydi. Bu yerda esa bir ish bajarib bo'lingan va bu gapni mazmuniga to'g'ri kelmayapti. C variantda telefon istasa ham qila olmaydi degan ma'noni beradi. Bu yerda to'g'ri kelmaydi. Ma'no buziladi. Chunki yuqorida xabar jo'natib bo'lgan. D variantda men o'ylamanki sen uning o'rniga telefon qilgansan. Yo'q, u email xabar yuborgan. Shunga ko'ra to'g'ri javob A variant bo'ladi. 6-savol. Xato berilgan so'zni topishimiz kerak. Bu yerda o'zi ma'lum ekan, ko'rinib qoldi. Have'dan keyin har doim fe'lning 3-shakli keladi. Fe'lning 3-shaklida become fe'lida mana bu A bo'lmaydi, A ga aylanishi kerak. Mana shu joy xato. Interested in xo'p ketdi, lifestyle Z bu yerda bog'lovchi so'z bo'layapti. Ya'ni ergash gap, bosh gap degan bog'lanishda xizmat qilyapti, to'g'ri. Involvedan keyin fe'lning ing shakli keladi, to'g'ri. Focus ondan keyin what bu yerda nima tarjimasidan kelib nisbiy olmash vazifasini bajargan, to'g'ri. Va bu yerda xato so'zni topadigan bo'lsak, bu become. A variant bo'ladi 6-siga. 7-savol. Fikrga qo'shilish savoli ekan, we apologized for degan narsani olamiz, yozib olamiz, qaraylik. Demak, we apologized degan gapni oldim. Birinchi qiladigan ishim gapning qanday gap ekanligini topish. Darak gap. Darak gapda men birinchi navbatda egani topaman. We ni oldim va fe'lni topaman. Apologized fe'lni zamonini aniqlayman. Fe'lning zamoni past simple. Nega? Chunki ed qo'shilgan. Va men endi yordamchi fe'lni aniqlayman. Yordamchi fe'lni aniqladim. Keyingi qiladigan ishim darak bo'lsa inkor, inkor bo'lsa darak qilib ko'chirishim kerak. Bu yerda darak bo'lganligi uchun inkor qilib ko'chiraman. We didn't. Ko'chirdik. Endi variantlarga bir qarab olamiz. Variantlarda oladigan bo'lsak, fikrga qo'shilishda bu boshqa narsa edi, chalkashib ketdik. Fikrga qo'shilishda boshqa narsa bor. Fikrga qo'shiladigan bo'lsak, darak bo'lsa darak ko'chadi. Endi nima qilaman? Fikrga qo'shilishda ikki xil formulasi bor darak gapda. So'ni ishlataman, yordamchi fe'lni qo'yaman va plus mana bu yerga egani biriktiraman. Ega har qanday so'z bo'lishi mumkin. So did degan javobni olaman baribir. Ega har qanday so'z bo'lishi mumkin, plus didni olaman va plus to ni qo'yib beraman. Mana shu ikkita javobdan biri to'g'ri bo'ladi. So didni yoki did to ni qidiraman variantlar orasidan. Demak, so did we A variantda to'g'ri, B variantda neither bu inkorni yasaydi, xato. C variantda we had to. Bu yerda had ortiqcha, apologizedda did bo'lishi kerak. D variantda didn't bor, bu yerda inkor emas, darak bo'lib ko'chishi kerak edi. To'g'ri javob A variant. 8-si celebrities debdi. Mashhurlar ko'rmoq degani, bu yerda mashhurlar eng zo'r London restoranlarida ko'radi emas, ko'rinadi bo'lishi kerak. Ya'ni odamlar tomonidan ko'rinadi bo'lgandan keyin bu yerda mashhur nisbat qoidasi bo'lyapti. Qisqagina qilib celebritesga zayn ishlatib qo'ya qolamiz. Hozirgi zamonda bo'lganligi, hozirgi zamonda ekanligini qaydan bildim? Gapda umuman vaqt ibora berilmagan. Agar gapda vaqt ibora berilmagan bo'lsa, present simple bo'ladi. Mana endi men they see deb yozdim. Present simple da men buni majhul nisbat qilishim uchun birinchi navbatda yozaman va present simple dagi to be shaklini topaman. They ga nisbatlab olsam are bo'ladi. Are dan keyin see ni fe'l uchda keltiraman. They are seen bo'ladi. Ana endi often agar kiritadigan bo'lsam gapga, har doim yodda tursin, ravish holini gapdagi o'rni asosiy fe'ldan ilgari bo'ladi. They are often seen bo'ladi. Endi qidiraman. Are often seen. To'g'ri javob bitta D da bor ekanda. 8-savol ekan. 9-si. Keep an eye out for pedestrians degan narsa bor. Bu yerda kuzatmoq ma'nosida kelyapti va pedestrian to'ldiruvchi vazifasidagi so'z kelganligi uchun bu o'rinda ikki xil narsa ishlash mumkin. Fe'lning ing olgan shaklini yoki da fe'lning qo'shimcha olmagan, ya'ni fe'l bir shakldagi qolipni tanlashim mumkin bo'ladi. Bu yerda mana aytib o'tdik-ku, observe, watch, listen, witness, keyin keep an eye out for kabi so'zlar bor
va bulardan keyin to'ldiruvchi kelsa, to'ldiruvchi deylik. Fe'lni ikki xil shakli keladi. Fe'l 1 yoki fe'l ing. Ikkalasidan birini qidiraman. Variantlarda fe'l 1 yo'q, faqat fe'l ing bor. To'g'ri javob B varianti. Yana fikrga qo'shilish savol. Alisher has never met gapini olaman. Alisher has never met oldim. Birinchi qiladigan ishim gapni shaklini aniqlash. Gap inkorda, chunki never bor. Gapda never borligi uchun inkor. Ketdi. Inkorni yasayotgan formulalarni eslayman. Birinchisi neither. Neitherdan keyin yordamchi fe'l kerak. Has metda present perfectni yordamchi fe'li has. Hasni ishlataman, plus egani qo'yaman. Bu birinchisi. Agar neither has degan narsani variantlar orasidan topa olmasam, keyingi usulga qarayman. Nor has plus ega bo'ladi. Agar nor hasni ham topa olmasam variantlar orasidan, ega plus has not ni olaman. O'zi qisqarmaydi bu yerda. Yoyiq yozilmaydi. Hasn't plus either ni olaman. Mana shu uchalasidan birini tanlashim kerak hozir. Agar biri bo'lsa, qolgan ikkitasi hisobga olinmaydi. Neither bo'lsa, nor bilan either javobi xato bo'ladi. Agar neither bo'lmasa, nor ni olaman. Nor bo'lmasa, either ni olaman. Variantlarga qaradim. Variantlarda nor bor, xo'p. So bor, so javob xato. C variantda either javob bor, to'g'ri. D variantda to bor, xato. Bizda C bilan A qolyapti. Ana endi qaysini tanlaymiz desak, e'tiborli bo'laylik. Tartibi bo'yicha qaraymiz. Neither bo'lmasa, norni, nor bo'lmasa, either ni olaman. Nor bor joyda eitherga javob yo'q. To'g'ri javob bu yerda A variant. 11-si. Agar sen qonunni bilsang, sen kimsan? Kriminalsan, ya'ni jinoyatchisan. A variant. Boshqa javob yo'q bu yerda. Would ratherdan keyin fe'l keladigan, would ratherdan keyin ega keladigan bo'lsa, fe'lning ikkinchi shakli tanlanadi. Ya'ni past simple zamoni kelishi kerak. Kept. D variant. 13-savolda a lot of money sanalmaydigan ot. Ya'ni fe'lni birlik shaklda ishlatishim kerak va money bo'lganligini hisobiga majhul nisbatda ketish kerak. Has been majhul nisbat fe'l birlikda to'g'ri. B variantda majhul nisbat fe'l ko'plikda xato. C variantda fe'l birlikda lekin aniq nisbat money esa majhul nisbatni talab qilyapti. D variantda fe'l ko'plik aniq nisbat. Bu yerda fe'l birlik majhul nisbat bo'lishi kerak. To'g'ri javob A varianti. 14-si menga kafeni ko'rsatib yubora olasizmi debdi ekan. Endi xarita bo'ylab ishlaymiz. Asosiy ko'chadan kirasiz debdi. 3-bino o'ng qo'l tarafdan. Asosiy binodan yuryapman, o'ng qo'l tarafdan J bino, H bino, ikkinchisi 3-bino E. Demak, o'shani yonida ekan E variant bor, javobni tanlaymiz C. A variantda J bor, bu birinchi bino, shunga ko'ra xato. B variantda H bor, ikkinchi bino, shunga ko'ra xato. Bizdan 3-binoni so'rayapti. D variantiga G qo'yilgan, bu esa chapdan birinchi bino, bizga esa o'ngdan 3-bino deyilgan. C variantini tanlaymiz. 15-savolda buy check degan birikma bor. Chek orqali to'lamoq degani. Ketdi shunda A variant, D variant chiqarib tashlayman. B bilan C qolyapti. In cash degani bor. For the book. In cash har doim in bilan keladi, on bilan emas. Bunda oladigan bo'lsak, to'g'ri javob C variant bo'ladi. 16-si. Crossword puzzles kelibdi ekan, became popular in the 90s. Xo'p, nisbiy olmash kelyapti. Crossword puzzles jonsiz predmet bo'lganligini hisobiga nisbiy olmash tanlanadigan bo'lsa, Z hech qachon virguldan keyin ikki virgul orasida ishlatilmaydi. Nisbiy olmash vazifasiga kelganda A variant xato. B variantda whose bo'lish uchun bu taraf ham ot bo'lishi kerak, lekin become fe'l xato. C variantda who bo'lish uchun insonni ifodalash kerak. Bu yerda esa predmet. To'g'ri javob D variant. 17-si. Do you go degan gapni report qilganimda men darakabga aylantirishim kerak va asked past simple bo'lganligi uchun quyidagicha o'zgartirish qilaman. Do you go gapini olaman. Do you go. Birinchi qiladigan ishim darakabga o'zgartirish. You go qildim, darakabga o'zgartirdim, keyin zamonini o'zgartiraman, you went qilaman, chunki asked o'zgargan. You went qilganimdan keyin olmoshni moslashtiraman. You har doim I ga moslashadi. Mana shu I went degan javobni qidiraman. I went B varianti bor, B variant to'g'ri.
18-savolda mana bu so'roq gapni darakat qilib berishim kerak. Who is that woman ni olaman. Who is that woman ni olsam, zamoniga qarab olamiz. Net hozirgi zamon o'zgarmaydi demak. Demak, who is that woman ni olganimda buni darakat qilib bersam, who that woman is deb beraman. That woman da ayirmayman. Isni boshiga egadan keyin isni qo'yib qo'ysam darakatga aylanadi. Who that woman is a variantni to'g'ri qilib belgilayman. B xato, chunki z bilan woman orasiga is tushib qolgan. C xato, bu qolib o'zgarmagan. D xato, z bilan woman orasiga was tushib qolgan. Bu 10-variantda grammatika test tahlili edi. Yaqin soatlarda 3-test tahlilini ham tashlayman. E'tiboringiz uchun rahmat.